Assalomu alaykum, anoyi parchalarim. Bugun sizlar bilan birgalikda tilla qosh yasaymiz. Buning uchun sizga kerak bo'ladi tilla qosh uchun osnova va har xil turdagi toshlar. Mana klientkam polni jemchuglik bo'lishini xohladilar. O'shaning uchun har xil razmerdagi jemchuglar va donalik toshlarni oldim. Osilg'ichi uchun shunaqangi tomchi shaklidagi jemchug ishlatsalaringiz bo'ladi. Mana bu ko'rsatilgan temirchilar osilg'ichi uchun sizga kerak bo'ladi. Bularning barchasi furnitura sotadigan magazinda sotiladi va eng asosiy ish qurollisi mana bu plastogubka sizga juda ham kerak bo'ladi va juda ham zarur desa ham bo'ladi. Mana bu metrajliklar osilg'ichlarni osiltirish uchun kerak bo'ladi. Men asosan zanjir ishlataman, boyagi ko'rsatgan metrlikdan ishlatmayman hisobi. Chunki orasi ochiq bo'lib qoladi, menga uncha ma'qul kelmagan, lekin variant sifatida ko'rsatib o'tdim. Kattaroq shakldagi jemchuklaringizni tagiga asos sifatida tikib chiqsalaringiz yoki yopishtirib chiqsalaringiz bo'ladi, chunki qayerga nimani joylashtirishni bilishlaringiz uchun. Kley sifatida mana shu E700 ni ishlataman, chunki sifatliroq qilib qotirib beradi sizga. Ipni ko'rsatganimning sababi xohishingizga qarab tikib chiqsanglar ham bo'ladi. Oradagi bo'sh joylarini qolgan jemchuglar bilan to'ldirib chiqamiz. Undan oldin esa zanjirni yopishtirib olishinglar kerak bo'ladi. Mana sizlarga farqini ko'rsatib o'tganman. Mana bu metrlik juda ham ochiq chiqadi. Menga tilla qoshni pasti zich bo'lgani yoqadi. Shuning uchun ish ko'p bo'lsa ham shunaqa qilib beraman doim. Qolgan joylarini bittalab tikib chiqdim. Oson ish emas, eplasa bo'ladi. Chunki o'zimga ishim yoqadi juda ham. Mana bunaqa ko'rinishga keladi tilla qoshinglar, salkam bitgan desa ham bo'ladi. Keyinchalik videoda ko'rsatilgan tartibda temirchilarga tilla qoshlaringiz uchun kerak bo'ladigan osilg'ichlarni yasab olasiz. Plastogubka yordamida ortiqchasini kesib tashab, qolgan jemchuglar bilan to'ldirib, pastda aylana bo'lgan temirchaga osiltirib chiqasizlar va tilla qoshinglarga qotirib olishni boshlaysizlar. Bunga filtr qo'yganim sababi peshonani qirmasligi uchun men orqasiga filtr yopishtirib beraman va tayyoriga o'zingizlar baho beringlar. Shaxsan men o'zimga juda ham yoqdi, ko'nglim to'ldi ishimdan va klientkamdan ham chiroyli odziv oldim. Klientkalaringiz ro'molsiz bo'lsalar, qora redinga qo'yib berganlaringiz ma'qulroq.